Aziz hamyurtlar, mana Toshkentdan Moskva shahriga navbatdagi reysimiz ketmoqda. Yo'lovchilarning barchaligi keldi. Samolyotlar biletlar narxi keskin ravishda ko'tarilgani uchun Moskva shahriga hozirda oqimlar juda ham kuchli. Ya'ni ko'p. Kim Moskva shahriga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilib, amakimizga o'xshab mana videolar to'sayapti, nima qilsa qilyapti, shunaqa gaplar. Moskva shahriga haftada dushanba, payshanba hamda juma kunlari reyslar amalga oshirilmoqda. Haftaning har dushanba hamda juma kunlari Sankt-Peterburg shahriga reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Hozirda avtobus ichki holatlarini ko'rsatamiz. Keling. Ko'rishinglar mumkin. Moskva shahriga yo'lovchilar barchalik chiqdi. Konditsionerlar mana ishlayapti. Tashqarida issiq necha aka taxminan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Normal issig'i? Normal. Saloni ichi qanaqa? Zo'r. Zo'rmi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Salqinmi? Aytganda ham aka, bergan pulimizga arzitganmi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Azizlar, mana yo'lovchilar kelishda hammaligi как положено joylashdi. Aka qayerdansiz? Tojikiston. Tojikiston Bapesh, hamma vaqt Bapesh. Yaxshimi? Yoqdimi? O'zbekcha tushunasizmi? Ha, o'zbekcha. Addushi azizlar, mana kelaverasizlar, joylarni band qilaverasizlar. O'tkazib yuboring.